Model bo'lish orzusi, chet elda o'qish uchun pul, xorij vizasi, tish doktori, paxta terimi, O'zbekiston va Epstein. 2025-yilda marhum moliyachi va voyaga yetmagan qizlarni jinsiy ekspluatatsiya qilgan Jeffrey Epsteinga oid haqiqatlar oshkor etilish arafasida ham, dekabr oyidagi ilk ochiqlamalarda ham qachondir bu fayllarda O'zbekiston nomi bo'lib ham o'zbekistonlik qiz yoki unga aloqador yozishmalar chiqishi mumkinligi hech kimning tushiga ham kirmagandi. Lekin dunyo ajoyibotlarga boy. Quyida shu haqda batafsil so'z yuritamiz. Nomi jumboqlar va qabih jinoyatlar bilan yonma-yon keladigan milliarder Jeffrey Epstein ishiga doir hujjatlarning navbatdagi qismi e'lon qilindi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan ochiqlangan sahifalar 3 milliondan oshadi. Ularda Oq uy rahbaridan tortib, Gollivud yulduzlari va influenserlarga qadar bor. Ammo milliarderga aloqador minglab taqdirlar orasida samarqandlik qizni ham topish mumkin. Shu o'rinda eslatma. Keyingi qismlarda biz o'sha qizni 3 xil nom bilan ataymiz. Bular GU sirli samarqandlik qiz yoki sirli o'zbekistonlik qiz kabi nomlardir. Tahririyatda ushbu shaxsga doir dastlabki ishonchli ma'lumotlar bor bo'lishiga qaramay, shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi qoidalari tufayli uni shu tarzda qayd etishga majburmiz. Eslatib o'tamiz, Daryoda u haqdagi ko'plab informatsiyalar mavjud. Epsteinning sirli o'zbekistonlik qiz bilan aloqalari 2012-yildan boshlanadi. Qiz o'sha yilning 8-mart kuni milliarderga elektron pochta orqali xat yuborib, o'z holati haqida hikoya qiladi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlarga borgani yoki borish harakatlari sabab universitetdan chetlatilgani, ammo tahsilni davom ettirish uchun oliygoh topgani haqida yozadi. Barcha ariza va imtihon jarayonlaridan so'ng ular meni talabalar safiga qabul qilishga rozi bo'lishdi. Hujjatlar Toshkentdagi vakolatxona orqali rasmiylashtirildi. O'qish 4 semestr Malayziyada bo'ladi. Keyin menga 2 diplom berishadi. Biri Malayziyadan, ikkinchisi Angliyaning Staffordshire universitetidan. Ingliz tilida ta'lim juda qimmat, lekin bu yerda diplom kuchi bir xil bo'lsa-da, o'qish narxi ancha arzon. Yiliga $6800. Qolaversa, o'zbeklar uchun Malayziyaga viza talabi yo'qligi meni xursand qildi. Bu men uchun oldinga tashlangan qadam. Ayniqsa, ortda qolgan oylar davomida bu yerda ishlash naqadar og'ir bo'lganini hisobga olsak. O'zbekistonlik qiz shundan so'ng Malayziyada yashash xarajatlarini qoplash uchun pul topishi kerakligi, Nyu-Yorkdagi do'sti esa unga modellik sohasiga kirishda yordam bermoqchi ekanini aytadi. Bilasan, men bunga qiziqmaganman va buni qo'llab-quvvatlamayman. Lekin hozir bu yaxshiroq hayotga erishishning yagona yo'li shu bo'lib turibdi. Hozircha o'zimni cheklayapman. Ota-onam va boshqalar sabab. O'qish vaqtida hatto Londonga yozgi ta'tilga borgan paytim ham qandaydir shartnomalar bo'lishi mumkin. Eng muhimi shundaki, agar muvaffaqiyatga erishsam, modellik orqali H1B vizasini olishim mumkin. Bu esa viza bilan bog'liq oldingi qonunbuzarlik holatlarimni yuvib tashlash ehtimoli bor. Shunda Nyu-Yorkka xotirjam borishim mumkin bo'ladi. Samarqandlik qiz Epsteinga yozgan maktubida o'sha yillari o'zbekistonliklar uchun o'tkir muammolardan biri bo'lgan xorijga chiqish vizasi va chet el vakolatxonalaridan viza olishdagi muammolar haqida so'z ochadi. Biz to'g'rimizda gapiradigan bo'lsam, Jeffrey, albatta doim seni sog'inaman. Lekin o'zing bilasan, mamlakatimiz ancha muammo tug'diradi. Har bir ahmoqona qaror oldingisidan yaxshiroq. Lekin baribir yosh va yolg'iz qizlarga vizani sababsiz rad qilishadi. Malayziyaga, Qozog'istonga, Gruziyaga, Rossiyaga, Ozarbayjon kabi davlatlar, hatto Buyuk Britaniyaga ham borish nisbatan oson. Ammo Schengen zonasi, Birlashgan Arab Amirliklari va ayniqsa AQSh juda qiyin. Hatto urinishdan deyarli foyda chiqmaydi, agar jiddiy sabab bo'lmasa. Oradan taxminan 5 oy o'tib, u Epsteinga navbatdagi maktubni yuboradi va o'zi yuzlashgan qiyinchiliklarni hikoya qiladi. Qiz oilasi, mamlakati, an'analari umuman olganda bosimlardan charchaganini aytib, hayotini yangidan boshlash uchun milliarderdan yordam so'raydi. Sizga samimiy aytaman, qo'limdan kelgancha muammolar bilan kurashdim. Biroz semirdim. 1 oy oldin vaznim 38 kilogramm edi. Lekin pul yo'qligi sabab oldinga siljiy olmayapman. Ishlashga harakat qildim, ammo vizam bunga ruxsat bermaydi.
Malayziyada esa ishlash umuman imkonsiz. Oson pul topish yo'liga kirib ketishim mumkin edi, lekin bunday qilishni istamadim. Garchi bu juda qiyin bo'lsa ham. Sizdan pul so'rash men uchun juda og'ir, lekin agar yordam bera olsangiz, juda minnatdor bo'lardim. Siz uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilishga tayyorman. Hozir tishlarimni davolatishim va Parijga borishim kerak. Sizni yana ko'rishni juda xohlayman. Orzum shuki, sentyabrgacha tishlarimni tuzatib, ko'rinishimni yaxshilash va yangi hayotimni boshlashdan oldin siz bilan uchrashish. Bu uzoq yo'l, lekin shaxsan uchrashganda hammasini aytib berishni istayman. Shundan so'ng u Malayziyaga kelish qaroridan yaqinlari norozi bo'lganini, biroq tishlarini davolatish uchun taxminan $3750 kerakligini aytadi. Qolaversa 3 haftaga O'zbekistonga borib, keyin Parijga ketish istagini ma'lum qiladi. Tabiiyki, bu xarajatlar uchun yana taxminan $3500 kerakligini ham qo'shimcha qiladi. O'sha yilning 1-sentyabr kuni milliarder nomidagi elektron pochtaga navbatdagi maktub yuboriladi. Unda qiz tishlarini davolatish uchun yordam so'raydi. E'tiborlisi shundaki, muolaja shifokorlar paxta terishga jalb etiladigan oktyabr oyigacha yakunlanishi kerakligi ta'kidlanadi. Bundan esa ushbu maktub yuborilgan vaqtda qiz O'zbekistonda bo'lganini anglash mumkin. Jeffrey, men har kuni tish shifokorimga va'da berib yuribman. Ahvol yomonligi uchun ishni boshlab yubordim. Siz esa yordam beraman degandingiz. Men kun bo'yi kutyapman. Vaqt farqi sababli pulni ertaga olishim uchun uni taxminan 1 soat ichida yuborishingiz kerak bo'ladi. Aks holda yana bir kun o'tib ketadi. U esa men uchun haftasiga 7 kun ishlayapti. Chunki O'zbekistonda paxta terimi mavsumi yaqin. Oktyabr oxirida barcha shifokorlar 2 oyga ketib qolishadi. Shuning uchun hamma ishni shu paytgacha tugatishimiz kerak. 2014-yilning 28-aprelida O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankiga $5400 miqdorida o'tkazma kelib tushdi. Ammo bu oddiy tranzaksiya emasdi. Jo'natma ortida Epsteinning biznes advokati Darren turgandi. Pulni samarqandlik qiz qabul qilib olgan. U bu mablag'larni New York Film akademiyasining Parijdagi kampusi uchun to'lamoqchi edi. Pul yuborilishidan avvalroq qiz Epsteinga elektron maktub yozib, yordam so'ragandi. Xususan 7-aprel kungi xatda u xorijga chiqish va Schengen vizasi olishga, shuningdek, hujjatlar bilan bog'liq boshqa xarajatlarni qoplashga pul kerakligini aytgan. Qolaversa, New York Film akademiyasi u bilan bog'lanib, Fransiya poytaxtidagi kurs uchun $3900, 6 haftalik ovqatlanish uchun esa yana $1500 so'rashgani haqida ma'lum qiladi. Shundan so'ng milliarder unga aytilgan summani yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, Epstein nafaqat qizning Parijdagi o'qish xarajatlarini, balki aviachiptalarni ham to'lagan. O'sha yilning 10-iyul kuni milliarderning kotibasi Leslie Grove tomonidan qizning nomiga yuborilgan email buni tasdiqlaydi. U chipta buyurtma qilish uchun hujjat so'ragach, qiz o'zining Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan berilgan pasportini yuboradi. Shundan so'ng qizning Parijga borish orzusi amalga oshadi. Ammo vaqt o'tgani sayin u O'zbekistonga qaytmaslik uchun chora izlashga kirishadi. Boisi xorijga chiqish vizasi 6 haftaga berilgan bo'lib, qiz kurs tugashi bilanoq ortga qaytishi kerak edi. Shu sabab u modellik bilan shug'ullanishga ham harakat qilib ko'rgan. O'qiyotgan kurslarim menga juda yoqadi. Bu yerda o'zimni O'zbekistondagiga qaraganda butunlay boshqa, go'yo parallel bir olamda yurganday his qilyapman. Lekin sentyabrda u yerga qaytgim kelmaydi. Shuning uchun ish topishga bor kuchim bilan harakat qilyapman. Ammo meni hech kim qabul qilmayapti. Rostini aytsam, hayotimda ilk bor modellik agentligiga ham murojaat qilib ko'rdim. Chunki ular viza masalasida yordam berishadi deb o'ylagandim. Ammo ular ham meni rad etishdi. Demak, yaxshi ta'limim yo'q, chiroyim yo'q, otamning puli yo'q, alohida iqtidorim yo'q. Qarib qoldim va bunga arzimayman. Lekin taslim bo'lmayman. Taslim bo'lishdan charchadim. Xullas, urinishlarga qaramay qizning Parijda qolish rejasi o'xshamaydi. 28-avgust kuni Epstein u uchun Aeroflot reyslaridan joy band qiladi. Yozishmalarga tayanilsa, qiz 31-avgust kuni uyiga Parij, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bilan qaytgan. Hamma narsa uchun juda katta rahmat. Men O'zbekistonda 2 oy ishlab, atiga €500 yig'a oldim. Menga juda g'alati, lekin mazali taomlar olib berishdi. Hatto hozir ham menga ko'rsatilgan mehribonlik va minnatdorlik tuyg'usidan yig'layapman. Shunday qilib, Parijda o'tgan haftalardan so'ng u yurtiga qaytdi. Ammo xorijda yashash maqsadi hech qayerga yo'qolmadi. Shu bois u talaba vizasi bilan chet elda o'qishga urinib ko'rmoqchi bo'ladi. Biroq bu yo'lning o'z qiyinchiliklari bor edi. So'nggi kunlarda Fransiya variantini ko'rib chiqyapman, ammo u yerda ta'lim faqat fransuz tilida ekan. Men yarim yil yoki 1 yillik qisqa kurslarga kira olaman, lekin ular juda qimmat.
Shunday bo'lsa ham, tilni yaxshi o'rganish uchun bunga arziydi deb o'ylayman. Amerika universitetiga o'qishga kirish osonroqdek tuyuladi, ammo Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchixonasi hujjatlar masalasida juda ko'p talablar qo'yadi. Juda qattiq tekshiradi. Ayniqsa, menda oldingi viza muddatidan oshib ketgani va sud bilan bog'liq muammolarim sabab. Ta'kidlash joiz, o'zaro yozishmalarda Epstein va qizlarning munosabatlari qanday rivojlangani, qolaversa milliarder bunday saxovat uchun ulardan nimalar olmoqchi bo'lgani yoki nimalar talab qilgani haqida aniq dalillar keltirilmaydi. Shu bois masalaning qator jihatlari hanuz yopiqligicha qolmoqda. Ammo G'arbiy yarim sharda yashovchi milliarder, shu bilan bir vaqtda bolalar jinsiy ekspluatatsiyasi bilan shug'ullanishda ayblangan jinoyatchi o'sha yillarning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lgan O'zbekiston fuqarolari bilan bu yerdagi bir qiz bilan qanday aloqa o'rnatgani, shuningdek, buning evaziga undan nima talab qilgani hali uzoq vaqt bahs-munozaralar markazida bo'lishi tayin. Qolaversa, AQSh Adliya vazirligi e'lon qilgan hujjatlarning katta qismi hanuz o'rganilmay turibdi. Demak, hikoya yangi tafsilotlar bilan boyitilishi mumkin. Bizda esa hozircha shular. Ammo bu Epsteindan O'zbekistonga, O'zbekistondan esa Epsteinga yuborilgan xatlar tafsilotining bir qismi xolos. Daryo mazkur mavzuni o'rganishda, atroflicha tahlil qilishda davom etadi.